Hammaga assalomu alaykum. Hozirda sizlar bilan Samarqand shahar Qorasuv massivida 26-yilda qurib bitkazib topshiradigan loyihamizda ushbu loyihamizni qolgan loyihalardan ko'ra farqi eng asosiy joyi bu gazda. Ha, albatta. Ushbu loyihamizda gazimiz mavjud. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Gazimiz mavjud albatta. 2026-yilda eng topshiriladigan loyiha mana shu. Va gaz bor bo'lgan loyiha va gaz bor bo'lgan loyihalarning ichida eng oxirgi qolgani desa ham bo'ladi. Bundan keyin va bundan keyingi qurilayotgan turar joy majmualarida gaz bo'lmasligi ham mumkin. To'g'risini aytaman. Oxirgi gaz bilan topshiriladigan loyihalardan biri mana shu. Ushbu loyihamiz ko'ryapsizlar, fasad ishlari bitta yo'llarni tekisladik, latoklarni qo'yib chiqdik polностью. Asfalt, gruntovka qilamiz, ustidan tekislaveramiz, keyin asfalt to'shaymiz, bo'ldi. O'rtada mana bu yerda qora tuproq bilan qoplangan joy bolalar maydonchasi bo'ladi. Mana bu tomon asfalt bo'ladi. Bu yer zeleniy zona, pod'ezd kirish eshiklari. Infratuzilmasi qanday o'zi? Hamma sharoiti bor. Maktab deysizmi, bog'cha deysizmi, magazin deysizmi, klinika deysizmi, stomatologiya deysizmi, apteka deysizmi, любой narsa bor. Hech narsadan ehtiyoj yo'q ushbu loyihada. Nima desangiz, 5 qadam oldinda. Yoningizda narida korzinka yetmaganiga. Va yana bitta zo'ri gaz bor. Realni gaz bor, o'tkazib qo'ydik o'zi. Ruxsatnomasi bilan birga har bitta domimizda gaz o'tgan. Endi eng mag'zi shirin joyi nimada? Narxida albatta. Xo'p, ushbu loyihamizdan xonadon xarid qilmoqchi bo'lsalaringiz 1 metr kvadratini 6,5 million so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, ushbu xonadonlarimiz va ushbu narximiz asosan naqd pulga asoslangan. Rassrochkaga olmoqchi bo'lsalaringiz agar kattaroq kvadratlarimizni rassrochkaga beramiz. Kamida 50% boshlang'ich to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin qolgan qismini 2 yilga bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Bemalol, halol nasiya tarzida. Eslatib o'taman, katta kvadratimizga qoladi. Agar sizga Qorasuv massividan shunaqangi zo'r va shikarniy xonadon kerak bo'lsa, marhamat pastdagi raqamlarga telefon qiling, batafsil ma'lumot oling ham bir marta. Nimaiki savollaringiz bo'lsa javob beramiz, olib kelib xonadonlarimizni ko'rsatamiz, ma'qul bo'lsa barakasini qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Har doim sizlar uchun eng qulay va yaxshi xonadonlarni obzor qilib beramiz. Qorasuvlari sog' bo'lasizlar.